Natijalar haqida bizdan so'rashganda, biz endi mana shunday qilib aniq, to'g'ri diagnozlarni avvalgi va keyingi holatlarni sizlarga taqdim qilmoqchimiz va o'sha bemorlarning o'zlari bilan sizda qanday holat kuzatilgandi, mana shu MCQT javoblariga nisbatan deb boshlaymiz. Manda bosh orqa tomoni qattiq og'rish bo'lardi, keyin asabiylik bo'lardi, keyin xotirani pasayib ketishi kuzatilgan edi. Hayotdagi aktivlik esa Hayotda ishga bo'lgan ishtiyoqni so'nishi, shunaqa. Mana shunday. Endi biz sizga qaysi giyohlarimizni tavsiya qildik? Kavrak, zafaron, keyin oltinchoy giyohlarini iste'mol qildilar va albatta to'g'ri ovqatlanish hamda o'sha jismoniy mehnat, iloji boricha tashqaridan kelayotgan yomon informatsiyalarni o'zlariga olmaslik bilan bugungi kundagi natijalari mana shunday holatda bo'lib turibdi. Endi sizlarga ham xuddi shunday tavsiyalar, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish va undan keyin bizni oldimizga kelib natijalarni mana shunday bo'lishib ketasizlar. Albatta har qanday kasallikda inson o'zi harakat qilsa, balki uzoq vaqtdir, qancha vaqt shu harakatlarni qildingiz? 2 oydan ziyodroq bo'ldi. 2 oydan ziyodroq harakat qilinganda mana shunday natijalarga erishsa bo'ladi. Salomat bo'linglar.